Afsuski, o'zbek xalqi uchun yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. O'zbekiston hamda jahon sahnida ro'y berayotgan eng sara hamda muhim yangiliklarni e'tiboringizga taqdim etamiz. Kunning tezkor yangiliklari bilan Dunyo yana o'z ishini boshladi. Tezkor video: dahshat. Namanganda yerto'lada gurgut o'ynagan bola yonib ketib vafot etdi. Hodisa Namanganda yuz bergan. Yerto'laga 3 nafar voyaga yetmagan bolalar tushib, gurgut yordamida o'tin yoqishgan. 2 nafar bola qutqarilgan. 2021-yilda tug'ilgan bolakay 100% kuyish bilan vafot etgan. Bundan tashqari, Samarqand viloyati Ishtixon tumanida 1997-yilda tug'ilgan ayol ruhiy kasallik tufayli o'zining 3 va 5 yoshli farzandlarini pichoqlab o'ldirganligi xabar qilingan. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bergan. Ashyoviy dalil sifatida e'tirof etilgan va hozirda Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan bir dona ayollar ko'ylagi va bir dona oshxona pichog'i ajrim qonuniy kuchga kirganidan so'ng tegishli tartibda yo'q qilinishi aytilgan. Video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni hamda barcha o'zbek fuqarolariga yetib borishi uchun o'z hissangizni qo'shishni yodingizdan chiqarmang.